Salom bolajonlar, mening ismim Malika Feruza. Men juda katta ishlarni reja qilganman. Ularni albatta amalga oshiraman. Salom, mening ismim esa Madina Begim. Feruzaxonning opasiman. Biz ota-onamizning eng ishonganlarimiz. Men Xadicha Begimman. Mening opalarim hammadan aqlli va kuchli, lekin men ulardan ham kuchliman. Hammangizga ko'rsatib qo'yaman. Olg'a. Xadicha Begim, shoshmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mensiz qayerga ketyapsizlar? Singiljonlarim, qayerga ketyapsizlar? Men bir aylanib kelmoqchiman. Buning uchun oilamizdagi kattalardan ruxsat so'rash kerak. Dadam ishda-ku. Dadam o'rgatganidek, dadam uyda yo'qligida oyimdan yoki ukamdan so'rashimiz kerak. Axir u mendan kichkina-ku. Nega undan so'rashim kerak ekan? Chunki o'g'il bolalar oilamizni hamda vatanimizni himoyachisi. Aka va ukalarimiz har doim opa-singillari uchun yaxshilikni tilashadi. Muhammad Fotih uxlab qolmadimikan? Yo'q, menimcha u mashinasini yana kuchaytirayotgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum ukajon. Biz sizdan aylanib kelishga ruxsat so'rash uchun keldik. Muhammad Fotih, yaxshimisiz o'g'lim? Va alaykum assalom. Xo'sh, uyda nima gaplar? Tushunarli, opalaringiz aylanishga chiqishmoqchimi? Havo qalay? Havo yaxshi bo'lsa, unda ruxsat bera qoling. Hozir uyni kattasi sizsiz o'g'lim. Shunga yarasha ish tuting, xo'pmi? Xayr. Dadam nima dedi? Borsak bo'ladimi? Bu bizgami? U bizga pulni olinglar deyapti. Qanday yaxshi. Rahmat sizga Fotih Sulton. Endi yangi kitoblar olamiz. Oilamizga sizni ato etgan zotga shukrlar bo'lsin. Har doim mana shunday odamlarni siylab yashang Fotih Sulton.